Salom, siz bilan Igraman va Red Dead Redemption dunyosi. Spoilerlar bor. Meni oldindan ogohlantirdim. Shunday ekan, ortiqcha so'zsiz Fortrix tomon yo'l olamiz. Fortrix bu Amerikaning tub aholisi uchun sobiq lager bo'lgan. AQSh armiyasi u yerda hindulardan iborat guruhni ushlab turgan va oxir-oqibat ularni Red Dead Redemption 2 hikoyasi boshlanishidan bir necha yil oldin o'ldirgan. Bu joy o'zi juda ko'p sir va jumboqlarni yashiradi. Ulardan biri, masalan, yaqinlashganda g'oyib bo'ladigan sharpa kabi bir narsa. Agar siz bu joyga tunda kelsangiz, u asosiy binodan ancha uzoqda yursangiz, ichkarida nimadir yonib turganini ko'rasiz. Lekin agar siz juda yaqinlashsangiz, bu yorug'lik yo'qoladi. Xuddi shu narsa agar siz erkin kamera moddan foydalanib bu to'siq ortiga qarashga harakat qilsangiz ham sodir bo'ladi. Hatto ko'rish burchagini kichraytirib, hech qayerga siljitmasdan turib ham ko'rsangiz shunday bo'ladi. Ya'ni Rockstar o'yin kodida qattiq cheklov qo'ygan va bu yorug'lik yaqindan ko'rishga imkon bermaydi. Ammo Fortrixdagi g'alati narsalar buning bilan cheklanmaydi. Xuddi shu kulbada siz ingliz tili daftari deb nomlangan varaqni topishingiz mumkin. Ko'pchilik bu varaqni topgan, lekin deyarli hech kim undagi tasodifiy so'zlar to'plami nima anglatishini tushunmagan. Bu esa juda achinarli, chunki bu jumboq deyarli asl ma'nosini yo'qotmasdan barcha tillarga tarjima qilingan. Agar siz ushbu yozuvdagi har bir so'zning birinchi harfini olsangiz, undan she'r hosil bo'ladi. O'zbek tilidagi tarjimasida bu she'r quyidagicha o'qiladi. Vaziya sovuq nafas bilan keladi, daraxtlar shivirlashadi, go'yoki qo'riqlaydi. Tunda qabrimiz uy bo'ladi, bizga otasi jangda halok bo'ldi. Shu yerda onasi esa darhol ketmadi. Yana bir jihat Fort bilan bog'liq. Uning yaqinida hindular qabristoni joylashgan. Bu yerda ham sirli bir jumboq bor. Bu yerda hatto mistika ham aralashgan desak bo'laveradi. Agar siz Molotov kokteyli olib qabristonni yoqmoqchi bo'lsangiz, darhol sharafingizdan biroz kamayadi. Eng qiziqarlisi, o'sha paytda tashqarida qanday ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar, yomg'ir yog'a boshlaydi. Bu yomg'ir qabristondagi olov o'chguncha to'xtamaydi. U shunday tez boshlanganidek tez to'xtaydi. Shu bilan birga bu joy yaqinida xazina xaritasi bo'lgan obelisk ham bor va mana nimani aniqladi. Agar siz hayvon jasadini qabristonga qo'yib, uni yoqsangiz, momaqaldiroq tezda o'tib ketmasligi uchun jasad yonayotgan vaqt ichida obeliskka yugurib borsangiz, momaqaldiroq to'xtamaydi. Bu holatni shartli ravishda cheksiz momaqaldiroq deb ataylik. Redditda bu o'zaro ta'sirini turli sharoitlarda sinab ko'rgan post bor. Aniqlashicha, agar cheksiz momaqaldiroq vaqtida Jon sifatida Fortrix tomon yursangiz, yomg'ir to'xtamaydi. Ammo xuddi shu sharoitda Artur sifatida Fortrix tomon yursangiz, momaqaldiroq to'xtaydi. Qizig'i shundaki, bu to'xtash faqat 4-bobgacha sodir bo'ladi. 5-bobdan boshlab yomg'ir baribir yog'adi. Shuningdek, obeliskdagi yozuvda lotincha bir ibora bor. Uning tarjimasi vaqt uchida kech qolmang degan ma'noni anglatadi. Agar siz qabristonda obeliskgacha yuguruv vaqtini o'lchasangiz, bu taxminan bir o'yin soatini oladi. Umuman olganda bu yerda nimadir borligi aniq, lekin hozircha savollar javoblardan ko'p va jamoatchilik ham buning ma'nosini aniqlashga harakat qilmoqda. Postman Sonitaga syujet bo'yicha birinchi marta faqat o'yin epiloglarida kiramiz. Shuning uchun ko'pchilik o'yinchilar bu joyni o'rganishga unchalik qiziqmaydi. Bu juda achinarli, chunki bu yerda juda qiziqarli hikoya yashiringan. Avvalambor bu joyning o'zi nimaligini o'rganish kerak. Postmanesta katta uy, lager aholisi kechqurun yig'iladigan gulxan va kichik bir chakdan iborat bo'lib, biz ichkariga kirib bir nechta qiziqarli narsani olishimiz mumkin. Ammo undan oldin bu yerda yashovchi odamlarga e'tibor berishimiz lozim. Ularning kiyimlari yumshoq qilib aytganda, bu joylar uchun g'ayrioddiy. Agar ulardan bilan gaplashsangiz, ularning aksenti aniq seziladi. Bu ularning bu yerga tegishli emasligini yana bir bor tasdiqlaydi. Ochiq dunyodagi bir nechta NPC Postmanesta haqida gapiradi va u yerdagi odamlarning g'alati ekanligini aytadi. Haqiqatan ham agar siz bu yerga kelsangiz, o'yindagi boshqa joylardan farqli o'laroq bu yerda sizni begona sifatida ehtiyotkorlik bilan emas, balki do'stona kutib olishadi. Hatto sizning bu yerda bo'lishingiz hech kimni bezovta qilmaydi ham.
Agar bu yerdagi NPC'lar bilan suhbatlashsangiz, ular faqat do'stona javob berishadi va hech qachon qo'pollik qilmaydi. O'yindagi boshqa joylar bilan solishtirganda bu haqiqatan ham g'ayrioddiy. Hatto kichik kulbaga kirib u yerdagi narsani aholining ko'z o'ngida o'g'irlasangiz ham hech kimga bu muammo bo'lmaydi. Xuddi shu kulbada siz pol ostidagi yashirin joyini topishingiz mumkin. U yerda siz yosh oila va bola tasvirlangan fotosuratni topasiz. Agar fotosuratni aylantirsangiz, unda norvegcha "urin" so'zi yozilganini ko'rasiz. Bu iflos, nopok degan ma'noni anglatadi. Qazishni davom ettirsangiz, kaminga yetib borasiz. U yerda norvegcha yozilgan xatni olishingiz mumkin. Uning tarjimasi quyidagicha: "Bu ayb hissi bilan yashash, bu yashash emas, bu sekin va og'riqli o'lim. Men bundan kamini xohlamayman. Men uxlamoqdan nafratlanaman, chunki ko'z oldimda faqat sening yuzing va eshitadigan narsam faqat sening faryodlaring. Ota bu yagona yo'l edi", deydi, lekin har kuni u ham tobora ko'proq tashvishlanmoqda. Biz hammamiz o'sha paytda nima bo'lganini bilamiz. Xudo bizni kechirsin. Xat kaminga olinishi bilanoq bu yerda yashovchi norvegiyalik er-xotin darhol qochib ketadi. Agar "Men nima qildim?" deb baqirsa erkak, siz uni ushlab talon-taroj qilsangiz, uning cho'ntagida Norvegiya gazetasidan olingan qirqimni topasiz. Unda quyidagilar yozilgan: Kecha ertalab bir erkak, ayol va bola o'rmonda kaltaklangan va pichoqlangan holatda topildi. Erkak Marokashdan kelgan, ayol esa Korsham yaqinidagi fermada yashovchi diniy jamoaga tegishli edi. Bolaning yoshi 2 yoshdan oshmas edi. Kichik jamoaning qolgan a'zolari go'yo yer yuzida g'oyiblarni qoldilar va politsiya jamoaning qayerdaligi haqida ma'lumotga ega bo'lgan har bir kishidan zudlik bilan ularga murojaat qilishni so'raydi. Bu holat shuni ko'rsatadiki, post Minnesotadagi odamlar Norvegiyada qidiruvda bo'lgan o'sha jamoa bo'lib, kichik uyda yashovchi er-xotin iflos deb yozilgan fotosuratdagi 3 kishilik oilani o'ldirgan. Ehtimol fotosuratdagi oila irqiy sabablarga ko'ra o'ldirilgan, chunki erkaklar Marokashdan bo'lgan va jamoa buni qabul qilmoqchi emas edi. Men kanalda allaqachon aytib o'tgan bir jihat Roidlinger soatlari haqida. Bu soatlar syujet davomida olinadigan noyob soatlar edi. O'shanda ular qaysi jumboqning bir qismi ekanini aniqlab bo'lmas edi, lekin endi hamma narsa aniq bo'ldi. Avval qisqacha soatlar haqida aytib o'taman. Agar ularga yaqindan qarasangiz, Rim raqamlarida 8 o'rniga 13 yozilganini ko'rasiz. Avvaliga hamma bu dasturchilarning xatosi deb o'yladi, lekin keyin o'yin xaritasi aynan 13 ta g'alati budilnik topildi. Ularning hammasidan ham xuddi shunday xato bor edi. Faqat bir safar 13 raqami 11 raqamga almashtirilgan edi. Shundan so'ng haqiqiy qiyinchilik boshlandi. O'yinchilar bu detallarni tushuntirish mumkin bo'lgan har qanday masalalarni izladilar, lekin hech qanday narsa topa olmadilar. Ammo Reddit'dagi bir foydalanuvchi bu masala haqida qo'yganga o'xshaydi. U kichik tadqiqot o'tkazdi va shunday narsani aniqladi. Budilnik teksturasida 1885-yil 22-oktyabr sanasi va Carlo Bordo shahrida ishlab chiqarilgan deb yozilgan edi. Siz so'rashingiz mumkin, bu yerda Mafia 3 dagi shahar qanday aloqasi bor? Men javob beraman. Dastlabki ishlab chiqish bosqichida San-Deni shahrida New Bordo deb nomlash rejalashtirilgan edi, lekin keyin bu fikrdan voz kechildi. Bu shuni anglatadiki, budilnik teksturasi juda oldin, ehtimol o'yin chiqarilishidan bir necha yil oldin yaratilgan. Asosiy taxmin shuki, bu soatlar kolleksion topshiriqning bir qismi bo'lishi kerak edi, xuddi dinozavr suyaklari yoki qoya rasmlari kabi. Chunki ular hayotda mutlaqo tasodifiy joylarda va uylarda joylashgan. Ularning joylashuvi sxemasi ham juda g'alati. Budilniklarning aksariyati odatda karavot yonida joylashgan, lekin masalan Ansbergdagi qurol ustasining budilnigi uning ustaxonasida turadi. O'yinchilarga qidiruvni osonlashtirish uchun Rockstar o'yinga jiringlash ovozini qo'shgan. Shunda siz uni eshitib, yaqin atrofda kolleksion narsa borligini tushunasiz va diqqatliroq bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ehtimol biror notanish odam bizga bu topshiriqni berib, noyob yoki nuqsonli soatlarni topib, unga olib kelishimizni so'ragan bo'lar edi. Va mukofot sifatida biz siferblatlarda xato bo'lgan Roidlinger soatlarni olishimiz kerak edi. Ammo nimadir rejalagidek bo'lmadi. Bu ajablanarli emas, chunki RDR 2 da o'chirib tashlangan kontent miqdori juda ko'p. Xullas, hammasi shu. Qanday qilib sirli jumboqlarni albatta topishim kerak ekanligini aytib o'ting. Hozircha esa hammasi shu.